So'nggi bahor. Muallif Barchinoyim. Ikkinchi qism. Zulfiya buvi qo'rquvga tushishni boshladi. Kuyov tomon oddiy oila emas edi. Agar kuyov bo'lajak ayoli nomahramdan homilador bo'lib, u bilan qochib ketganini eshitsa, oilani sog' qo'ymas edi. Tanishlari, qo'shnilar va qarindoshlar oldida kelin oilasi sharmanda qilingani uchun aniq o'g'lining boshi olinardi. Nabirasi oldida bo'lsa-da, tarbiya bermagan deb nom chiqishini aslo Zulfiya buvi istamas edi. O'g'li Bakirga rahmi kelib qaragan Zulfiya buvi yig'lab o'tirgan kelinining boshini changallab, ro'moli bilan biriga sochlarini yuldi. Iflos ayol, qizing nimalar qilib yurganini bilmaganmiding? Bizni isnodga qo'ydi-ku Dilfuza. Parizoda qaynonasi qo'lidan chiqishga ham harakat qilmadi. Ich-ichidan ezilardi. To'g'rida, axir u ona, mehribon va suyukli qizi Dilfuza begona bir erkakdan homilador ekanini xatda yozib qochib ketdi. Yana yangalarini uxlatish uchun choyga giyoh solib, o'sha nomahram bilan qochganini yozgan edi. Endi nima qilamiz? Kuyov tomon kelsa nima deymiz? Zulfiya buvi yig'lab o'tirgan o'g'lini o'rnidan turg'azib, Bahoraning otasi Shamshodboyga qaradi. O'g'lim, dedi Zulfiya buvi, akang uchun bir ish qilishimiz kerak. Kuyov oddiy inson emas. U martabali oiladan, xon maslahatchisi. Agar u kelsa-yu, qiz bermasak, akangni jazolashadi. Jon bolam, qizingni kuyovimizga ber. Zulfiya buvining gapidan hamma karaxt bo'lib qoldi. Bakirboy esa umid bilan ukasiga qaradi. Mahbirat qiziga achinib qaradi va ortiga oldi. Bahora esa eshitgan gaplaridan hayratda. U bugun qarindoshining to'yiga borib, o'ynab kulib kelaman deb kelgandi. Aksiga olib, uni hozir ota-onasidan yulib olishmoqchi. Nima, oyijonim, bunday qila olmayman. To'g'ri, qizlar 12-13 yoshda turmushga chiqadi. Dilfuza ham 14 yosh edi. Ammo mening qizim ulardek emas. Bahorani 18 yoshida yaxshi insonga turmushga bermoqchi edim. Keyin bilasiz, biz Qo'qondanmiz. Iloji bo'lsa, qo'qonlik yigitga beraman degandim. Men qizimni kelayotgan kuyovga bera olmayman. Ana ukamning qizini beringlar. Ko'rnamak bola, deb baqirdi Zulfiya buvi. Akang uchun qizingni turmushga bermaysanmi? Kim seni bunday oqibatsiz qildi? Agar Bahorani Dilfuzaning o'rniga turmushga bermasang, oq qilaman. Oxirating kuyadi sen bolani. Shamshodboy onasiga hayrat bilan qaradi. Lekin nima qilsin? Qizini yaxshi ko'radi. Yonimda bo'lsin farzandim deydi. Faqat hozirgi vaziyat juda qaltis edi. Bahora otasining oxiratini o'ylab boshini egdi. Qiz ich-ichidan qo'rqsa-da, otasi uchun hamma ishga tayyor edi. Diniy ilmdan anchagina xabari bo'lgan Bahora onasining qo'lini qo'yib yuborib, otasi yoniga keldi. Otajon, men roziman. Siz uchun roziman. Zulfiya buvining yuzi birdan yorishdi. O'g'liga xo'p degin deb nigoh tashladi. Shamshodning boshi egik jim qoldi. Qizini peshonasidan o'pib, ilojsiz xonadan jim chiqib ketdi. Otasi javob ham bermaganini ko'rgan qiz yana qo'rquvga tushdi. Ilojsizlik eng yomon holatlardan biri edi. Oyi, kuyov Dilfuzani yuzini ko'rgan. Unga Bahorani ko'rsatsak, meni aldadingiz demaydimi? Yana Bahora yoshgina qiz emas, qari qiz-ku. Oyi, meni o'ldirishmaydimi? Bakirboy talvasada onasini qo'liga yopishdi. Sharmanda qizing qoldirgan xatni kuyovga beramiz. U tushunadi va indamaydi. Qalin pulini ham bizga beradi. Agar rozi bo'lmasa, uyga kelinsiz qaytadi. Aniq bilaman, unga bunday sharmandalik kerak emas. To'g'ri aytasiz, u rozi bo'ladi. Lekin qalin pul shunda ukamga tegadimi? Nega ukang olarkan? Men o'lganim yo'q. Ko'p gapirma, xonadan chiq. Men o'zim nazorat qilaman bu safar kelin tayyorlanishini.